Bizada grizaga davolanadi-ku. O'sha belida mushaklar shamollash bo'ladi-ku. Bizada davolanganda biza bir kun davolamaymiz-da. Har xil 12-14 kun. Chunki mana boshqa davlatlar 14 kun davolaydi. Chunki bunga grizaga kam lekin har kuni воздействие, ya'ni ta'sir qilib turilganda bu griza bor-ku. Mana har kuni mana mexanizmni aytaman. Biz bu yerga воздействие qilamiz. Ta'sir o'tkazamiz. Miya aytadi, "Men yerda nimadir bo'lyapti" deydi. Tushunyapsizmi? Biz temperatura, ya'ni gripp bo'lsak yoki o'sha virus yuqtirsak, misol uchun, qonimizda bakteriya yoki virus bo'lsa, istimak qilish boshlaymiz-ku. Istimak qilmasak xavfli. Istimak qilishimiz bu yaxshi. To'g'ri, normal emas. Patologiya. No, mana shu istimak qilishimiz biz tushunishimiz kerakki, tanamiz o'sha virus va bakteriyaga urush ketyapti. Endi buni mexanizmini tushuntirib beraman. Agarda bu yerda mana misol uchun og'riq bo'ladi debsiz-ku. Mana bu siz yurganingiz mana yurib mana mashina qimlab turadi. Mana izilayapti. Boya bitta bemorimiz keldi, 10 ming qadam yuraman debdi. Yuraman, yaxshi ko'raman dedi. Hop yuring, просто lecheniya boshlagan shuni kamaytirib turing dedi. Mana просто mexanizm mana dedi. Mana yurganingiz как amortizatsiya-da mana. Межпозвоночный disk amortizatsiya. Shuni sal kamroq qilib turaylik dedim. Nimaga kamroq? Mana yerda chunki griza orqa tarafda chiqibdi-ku mana. Orqa tarafda. Buni so'rdirishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Ammo sal kamroq bo'lib tursa, bu so'rish ehtimoli katta bo'ladi, to'g'rimi? Va odamda og'riq bo'ladi, faqat tanada o'z mana griza ko'p chiqib qo'ygandan keyin tanada o'zida kuchi yetmay qoladi-da, aka. Tushunyapsizmi? Biz berga воздействие qilganimiz, ta'sir o'tkazganimizdan keyin miyaga impuls kelib qoladi, mana yerda nima problema bo'lyapti. Va makrofag keladi bu yoqqa. Tushunyapsizmi? Va mana shu grizani yeyishni boshlaydi-da. Tushunyapsizmi? So'lishga aniq qiladi. Men orqasiga bitta bolg'a bilan ursam ham mushakda spazmlar bo'ladi. Qo'yib yuborish mumkin. Yoki kechqurun katta ehtimol bilan bezovta qiladi va griza joyida qolib ketadi. O'shaning uchun griza bilan mana boradida bir kunda bir osib yuboradi, nimadirlar qiladi. Bu griza bir kunda davolanib qolmaydi. Operatsiya qilsa ham mana operatsiya qilinadi, misol uchun fibrozin kalsiy bo'ladi. Keyin pulpoz yadro bo'ladi. Grizada pulpoz yadro shu yorib chiqadi fibrozin kalsiy. Tushunyapsizmi? Bu teshil bo'ldi. Operatsiyada kesib olib tashlaydi, teshiq turibdi. Operatsiyadan keyin to'g'ri reabilitatsiya qilmasa ham, tushunyapsizmi? Endi operatsiya xavfi katta-da aka. Eng xavfsizi bu. Tushunyapsizmi? Konservativniy lecheniya. Ana bo'ladi, shoh bo'ladi. Men ko'rganman. Shunaqasi ko'rganman. Operatsiya qilishgandim yo'q. Endi bizada maqsad operatsiyaga boradigan vaziyatlar ham bo'lishi mumkin. Bu qanaqa bo'ladi, misol uchun, o'sha bemor o'zi amal qilmasa, tushunyapsizmi? Bitta bizaga bog'liq emas-da. Tushunyapsizmi? Biz buni so'rdirishga harakat qilyapmiz-da. Qarang, so'rdirishga harakat qilyapmiz. Mana griza bo'lsa, mana chiqdi. Buni so'rdirishga harakat qilyapmiz. Bizlardan oldimizga chiqib ketdi, bu yoqqa nagruzatsiya qilarsa. Va meni oldimdan kelsa, men hamma doktor hamma sababida qildim, yaxshi qilyapman dedi. Menga yolg'on gapirib, yo'qda nima ishlar qilyapti, misol uchun. Odam o'zi ham avelash kerak, qo'pol aytgan. Tushunyapsizmi? Aytgan narsalarni qilish kerak. Ayrim insonlar bor, mana aytaman, aytgan ishimiz qiladi, natija zo'r bo'ladi. Aytaman, ertasi kun borib ichadi, nimadir teskarisi qiladi-da. Shu natija конечно yomon bo'ladi, misol uchun. Конечно mana oyog'im sinsa, bu bitish uchun misol uchun qo'pol aytganda uyda yotsam, tezroq bitadi-da. Yuraversam. Shunaqa. Siz keling, bitta shikoyatlaringizga kelaylik bo'lsa. Sal mana mexanizmni sal tushuntirib berdim. Lecheniyamizni ham qisqa tushuntirib beraman. Bu yerga har kuni воздействие qilish kerak. Har kuni воздействие qilgandan keyin bu yerda har kuni bo'lganligi uchun bu yerga so'lish natija zo'r bo'ladi. Va bizdan mana har kuni qildik, bizda ketasiz-ku. Spetsial protseduralar bor, o'sha qilganimizdan keyin ketganingizdan keyin so'lish hattoki davom etadi. Bilasizmi? Ketasiz-ku. Bir ikkita metodlar bor. Shunisi o'shalar qilamizda. Bilasizmi? Ketganingizdan keyin o'sha mana ichkarida qonalish yaxshilanib, bu yerda resorsiya, ya'ni so'lish ketaveradi. Sizga necha yil bo'ldi kirishingizga? Men o'qiyotgan doirada bu degani 2000-yilda o'qiyapman. 95-yil, 96-yilda, 97-da kirgan bo'lsam, o'sha paytda kinolar belim olganda bolalar chol deb prikol qo'yardi. Men просто belim olib yurarkanman. Eslasam o'shanda o'lgandi. Lekin o'shanda ham trofga yurardik, musobaqaga chiqib yurardik, boshqa yurardik.
orib yurardi. Keyin o'sha 98-yilda chiqib borgan ekanman. Grijam o'sha chiqqanimda, yo 18-yil bo'ldi. 18-yil Grijam bor. Yo undan oldin borganman. 10 yil oldin ham borganimda ham borgan. Shunda boraman, men Emirni ko'rsatdi. Oxiri mana shunda 22-yilda ham xatda borganda bo'ldi, ishini olib boraman desam, shunda bir operatsiya qilib tashlaymiz. Kakasi aksiya ketyapti, hozir 50%. Shunda chiqadi, bir kun operatsiya qilib tashlayman deb. Operatsiyasiz davolash foydasi yo'q dedi. Davolaymiz dedi. Men hozir aldasam, usulda davolab turamiz. Har yili 1 yilda 1 marta, 2 marta davolayib yursam, aldaysan. Bo'ldi, olib tashlash kerak edi. Olib tashlaymiz, keyin nima bo'ladi? Tushuntirib bering desam, mana shuni olib tashlaymiz. Sal bo'shash temirdan bir narsa qo'yib qo'yaman dedi belgiga. Qarayapti, men испытательный кролик siz dedi. Keyin undan liqilab qolsa o'sha temir qo'yib qo'yamiz dedi. To'xta endi dedim. Vaqt o'tirsin, chizdim, balkim tibbiyot rivojlanib, ertaga vazirda olib tashlasa bo'ladi balkim. Yoki bir magnetin poliam orqali tushirsa bo'ladigan yo'llar chiqib qolar deb vaqtni cho'zib yuraman deb shubhasiz. Endi cho'zib уже qachon og'riydi bilasizmi? Ishdan og'rib bo'lsa yuradi, ishda tushib ketaman yuraman, keyin bir hafta 10 kun dam olib yotasiz-ku, yotib umrgacha yotib, turib, keyin sekin ko'cha chiqasiz. Yotoqchilagan kunini og'rish boshlaydi, tushunasizmi? Yurib ketsam yurib ketaman. Lekin dam olib, normal hayot kechirish boshlasak og'riydi. Endi men bu yoqda ishlayapman-ku. Yo'q, qancha ko'p yotsam, birinchi belim og'riydi. Ikkinchisi boshim og'riydi. Yotmay turib, harakat qilib ishlaydi. Tana yoshida ishlayverib ishlayverib qolganda, rastlab bo'lgan tushmayapti. O'shaning uchun endi men bu agar xudo xohlasa, yoshim katta bo'lib, kam harakat bo'lsam, bu vijdon tezlab vaqtni ichida pozitivlar ko'ryapsizmi? Mashalar qarab vaqtida, chunki har kuni og'riq bordi. Qattiq og'rishi, mashalar qarab bor ekan-da. Men shunaqa o'ylayman, mana shu rejimlarni qarab boryapti. Siz to'g'ri o'ylayapsiz. Oldinlari mana shu metodlar yo'q edi. Men orzu qilganman mana shu metodlarni. To'g'ri. Mana shu metodlar yo'q edi. Hali ham bu metodlar juda ham ko'p odamlar bilmaydi. Oqol operatsiya pulni olgan yaxshi bitdi. Operatsiya qilib desam, biz chet el metodi bilan davolaymiz. O'sha yangi metodlar kirib kelganda bizga. Men ko'p ko'rdim Instagramda boshqalar magnitni bog'lab o'tdi, lazerlar bilan massaj qilyapti, shunaqa qilyapti, har xillarni ko'rdim-da. Keyin sizni ham ko'rdim, qarasam yaqinroq ekan. Keyin mana shu yerga ko'ring, sizga kelib misol keldi. Bu yerda rezorbsiya deyiladi. Rezorbsiya deb YouTube'ga yozsangiz ham Rossiya doktorlari, o'sha boshqa davlat doktorlarida ham juda ham ko'p chiqadi. Bu so'rilish. Eski grijalar sal qattiqroq bo'ladi, ham yangilarga qaraganda. Yangi narsa mana. Mana. Yangi narsa yumshoq bo'ladi. Mana misol uchun. Sizga eski va yangi narsa so'rilishi juda ham tez bo'ladi. Eskiga qaraganda. Shuning uchun eskilarga misol uchun 2-3 hamma har xilda, tanasi ham bor. Ya'ni misol uchun siz bilan men tanam farqi bor-ku, to'g'rimi? Ikkalamiz poyga o'ynasak ham siz o'tib ketib qolishingiz yo'q, men o'tib ketib qolishim mumkin. Immunitetimiz har xil. Hozir analiz topshirsa ikkalamiz ikki xil chiqadi. Normal holatda chiqishi mumkin. Bundan baribir sifra baribir hemoglobin farq qilishi mumkin misol uchun. Shunaqa joylar bor-da. Endi oddiy narsa-ku, maktabda ham bor-ku, hamma bir xil bo'lmagan, to'g'rimi? Bir xil tezroq davolanadi, bir xil kam. Mana shuni. Bu tanaga ham bog'liq va qilinadigan metodga bog'liq. Eski grija birinchi kursda lecheniya olasiz-ku. O'zgarish sezasiz aka. Bu eski grija yumshashni boshlaydi birinchi kursda. Tushunyapsizmi? Birinchi kursda yumshashni boshlaydi va bizning metodimiz siz oldin davolangansiz, O'zbekistonda shunaqa davolaydi. Da, shunaqa qiladi, tam 6 oy, 1 yildan keyin kelasiz, ya'ni o'sha grija bilan kelasiz. Tushunyapsizmi? Biz qisqa muddatda davolaymiz. Ya'ni mana birinchi kurs oldingiz, ikkinchi kurs men o'zim aytaman sizga, 1,5 2 oydan keyin kelishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Sabab nima? O'sha yumshatgan narsamiz qotib qolmasligi kerak. Uni yumshatib kirgizib tashlash kerak. Tushunyapsizmi? Kiradi, natijalar yaxshi kiradi. Sizga ham bog'liq, bizga ham bog'liq va biz boya aytganimdek sizlar yaxshi bo'lishinglar uchun juda ham ko'p narsa qilamiz. Tushunyapsizmi?
juda ham ko'p narsa qilamiz. Jamiki nima foydasi bo'lsa, o'sha hammasini gazir bosib qilamiz.